qora va oq 72 soat himoya. Iz, dog', ter, hid va teri bezovtaligiga qarshi. Nivea qora va oq. Nivea teri uchun. Bir buyuk italiyalik inson aytgan edik. Una mattina. O sono svegliato. O bella ciao, bella ciao, bella ciao. Qizlar, do'stlar. Bekorga bugungi video bunaqa boshlangani yo'q. Lekin assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Aslida Kamol Qohorov YouTube kanalida videolar shunaqa energichli boshlanishi kerak. Bu yoq tarafda mana uski kiruvdagi bolalar. Assalom! Bu yoqda mana Yomonlar. Yo'q, yomonlar emas. O'zbekistonning eng zo'r qizlari. Oldi qizlar demoqchimisan? Oldi qizlarida. Oldi qanaqa ekan? Oldini bilamiz, orqasini bilamiz. Eng zo'r O'zbekistonning bloger qizlari, qizlar jamoasiga. Qizlar. O'zbekistonning eng zo'r bloger qizlari bugun kelmagan. Подожди, nima bizlar zo'r qiz emasmi? Sizlar ajoyib. Yo'q, nima, вообще. Men ko'rganman ajoyib qizlar. Va bugungi videoda Shohruz CV, Nizam OS, Azim Chikvaynis, Rayhonmi, MCDni va Unitga qarshi o'zaro kurashadi. Ya'ni o'g'il bola va qiz bola o'rtasida bugun 24 soat ichida kim ko'p ovqat yeb vazn yig'adigan bo'lsa, Rahmat bu? 24 soat vazn yig'ishda biron marta birovni haqqi bor. Biron marta pul yutmagan qizlar. Yo'q. Мы выиграем. Biron marta bunaqa katta summa prizga qo'yilmagan. Kim 24 soatda qaysi jamoa ko'proq vazn yig'adigan bo'lsa, o'sha jamoa 10 million so'm yutib oladi. Vau, to'xtanglar. Agar qizlar rozi bo'lsa, Uje olib qo'ysang mashinani, nima deysiz? yo Rozi emasman. savob yo'liga qiynalgan Bahriyevlar oilasi. Shohruz Bahriyev gapirmoqda. Yes, ishto Bahriyev bu Shohruzni o'zini familiyasi Bahriyev. Demak, priz bilan tanishvordinglar. Da. O'yin shartini hamma biladi. Tanishordik. Tanishvordinglar. Tanishordik. Sizlar tanishordik? Tashmor. Aytgancha, videoni boshidan ko'rib turgan bo'lsanglar, agar sezgan bo'lsanglar kadrda Azimda Real formasi. Real Madrid fanatsiz. Meni kamallamdan unaqalar chiqmagan hali. Jim turing. Bu jamoada bo'lsa Rayhonmi Barsani fanat. Da. Kelinglar biza hozir o'zida kommentariyada aniqlab olaylik. Barsani fanatlari oranglarda ko'proqmi yoki Real? Конечно, Real. Shoshilmang, Realchilar kommentga nima deb yozsin? Komment yozishga vaqti yo'q, Realni. Yo nima deb yozsin Realchilarni bilmoqchi. Hala Madrid. Hala Madrid deb yozsin. Realchilar to'lga karillaydi o'yinga, потом o'yin yutqazgandan keyin o'tirishadi, bahona topib. Futbolga yaxshi tushunadigan inson. Barsachilar kommentariyaga nima deb yozsin? Fiska Barsa. O'zingizlar kommentariyaga nima deb yozishni bilasizlar? Barsachilar Barsa deb yozinglar, Realchilar Hala Madrid deb yozinglar. Sirazi hozir men sizlarga ovqat tanlash imkoniyatini beraman. Ya'ni bizda ajoyib baraban bor. Demak, bu bizda super mega baraban va bu barabanning ichida 4 ta ovqat turi bor. Ichida nima ovqat borligini aytaymi? Qanaqa turdagi ovqat? Qani? Ichida bor milliy taom, Yaxshi. fast food Yaxshi. va ikkita yomoni bor. Birinchisi vegan, Nima u vegan to'xta. Vegetariansiz, go'sht yemaysiz. O't, pot, o'lan, to'lan. eng oxirgisi, menimcha eng qiyini bu shirinlik. Nega qiyin? Nega qiyin? Kun davomida faqat shirinlik yeyish kerak. Nima strashnomi? Men shirinlik yomon ko'raman lekin. Va vazn bermaydi shirinlik. Shirinlik vazn beradimi? Ana allergiya ham bor shirinlikdan. Men o'zim shirinman. Birinchi qizlar boshlab beradimi? Qizlar, gentlemenskiy qizlar. Xo'p, qizlar aylandi kim oladi sizlardan? Yunka. Unitda. Nas. Nas palaka jumpay pop. Пожалуйста. Qani? Vegan ili shirinlik. Shirinlik. Yaxshi emasman, yomonmas, qabul et. Borimcha Oldindan aytaman, oldindan aytib qo'yaman mana. Qaranglar. Hozir olganim milliy taom bo'ladi. Milliy taom zo'r u. Lekin shirinlik shubhasi bo'ldi. Agar mabodo shirinlik tushsa, azim ko'zingizni urganda ham yorib olaman. Qani Azim? Qani. Shirinlik. Qani Azimchik, nima ekan bu? Qaramanglar, qaramay tur. Qaramay tur. Bizani kamanda. To'xta.
Yomon kulish. Shirinlik bilan yutib qo'ysa endi bilmadim. Azimni tanlaganligi uchun kun davomida faqat shirinlik yeb vazn yig'ishlari kerak. Yig'amiz. Men o'zim yutib beraman. Men o'zim aybimmi? Men o'zim yutib beraman. Xo'p, sizlar bildinglar nima yeyishinglarni? Sizlarga yoqdimi vegan? Da, hozir yoqdi. Da. Zo'ra, sizlar kun davomida tekinga ovqat yeysizlar-ku. Pulga ovqat yeysizlar. Budjetni puli bo'lsa men sizlarga beraman. Va u budjetni ham sizlar randomni tanlashinglar kerak bo'ladi. Voy. Baraban. Bittanisi kelish oling. Например, shirin narsa yeyishimiz kerak, to'g'rimi? 5 barmoq shirin. Yo, mana Ovqat qanaqa chiqdi? Shirin chiqdi. Uni men aytaman. Spesial shirinlik deyilgan, faqat shirinlik. Tort, pirog, pirojnoy qanaqadir. Мороженое. Marojniy yeb semiramiz. Mana bu barabanning ichida hozir 4 ta har xil pul bor. Ya'ni budjet raqami yozilgan. Nech bilan nech pulgacha taxminan? 700 ming eng kami, undan keyin 1 million, 1 million 200 va 1,5 million butun komandaga amal qiladi, odam boshiga emas. Kim tanlaydi sizlardan? 1,5 million olishadi. Bitta aylantirasiz. Men oldimdan aytaman. Qizlar pulga yaxshi. Etmay qo'yavering o'sha siz hozir. 700 ming ana. Tushdimi? Oldi mana 700 mingni. Madina, nech pul oldin deb o'ylaysan? Надеюсь, 1,5 million. 700 ming. Assalomu alaykum. 700 ming o'rtoqlar. Ha. Qizlar jamoasi vegan ovqatini kun davomida uchalaylar 700 mingga bir amallashinglar kerak. Tushunyapsizmi Madina? Nima qilib qo'ydingiz? Butun komandani uyaltirib qo'ydingiz-ku. Samarqandning eng oldi bolasi bizada eng ko'pi nechida? Eng ko'pi nechida? Eng ko'pi 1,5 million. 1,5 million qani? 1 Xo'sh, nech pul? 1,5 millionni oldi mana. Oldi. 1,5 million, ha? Ha, mana. Davom etamiz. Nech pul? 1 million. Я чё сказала? 1 million. Bizning sponsorimiz bor. Ha, Jeko Wines. Demak, sizlarda 1 million budjet, shirinliksizlar kun davomida. Sizlarda 700 ming budjet vegan ovqatini yeyishlar kerak bo'ladi. O'rtoqlar, hozir o'zida mana shu videoga like bosib qo'yinglar, mana shu kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki tez kunda biza 1 million obunachi bo'lishimiz kerak va unda biza hozir hamma ishtirokchilarni vesini o'lchab olamiz. Hammaga приятного просмотра. Like bosmagan onasini yaxshi ko'rmaydi. Ana bo'lmasam. Like bosmagan ota-onasini yaxshi ko'rmaydi. Ota-onamiz uchun unda videoga like bosib qo'yinglar, o'rtoqlar. Aytgan sizlarga yengilligim bor. Qanaqa? To'ying bo'ptimi ish qilib? Ha, yo'q, Rossiyaga ishlagani ketyapman. Unda rus tilini yaxshilab o'rganish kerak, yo'qda kerak bo'ladi. Yo'li suvi bo'ladi dishgan. Qalinroq kiyim olgin-a. Voy, qaralaring-a. Bilmas ekanman mana shuni. Sanda nima maslahat bor, Kamol? T-Bank. Nima? T-Bank Black kartasi. Nima u? Menga qara, T-Bank bu eski Tinkoff. Black bu Rossiyada yashash va ishlash uchun qulay T-Bank kartasi bo'lib, undan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va boshqa mamlakatlarni valyutasida komissiyasiz pul o'tkazish mumkin. Yana nima afzalliklari bor? Agar videoni ostidagi havola orqali o'tib kartani rasmiylashtirsang, undan 1 yil davomida tekinga foydalanishing mumkin. Boshqa kartalardan yo'qida naqd pul bilan hisobni bepul to'ldirish, shu bilan birgalikda ish haqqini to'g'ridan to'g'ri shu kartaga qabul qilib olsang bo'ladi. Eng qizig'ini aytaymi, komissiyasiz naqd pul yetish mumkin. Pro obunasi bilan jamg'arma hisobing va omonating bo'yicha yuqori foiz olasan va tezroq pul yig'asan. Ha, zo'r. Undan tashqari kartani chet el raqamiga, pasport va Rossiya sim kartasi rasmiylashtirish imkoni mavjud. Shunchaki ariza qoldirasan va Rossiya bo'ylab senga qulay manzilga o'zlari yetkazib berishadi. Do'stlar, havola orqali o'ting. T-Bank, Rossiyadagi hayot va ish uchun. Shohruz 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 million. Pulga menga daveriya yo'q. Sizga daveriyaman. Azim, jamoalarning bugungi budjeti 1 million so'm. Yana masajlarga borib, yo'llarga. Bu o'zimizga bog'liq. Xo'p, mana bu 700 ming so'm qizlar jamoasini eng yosh katta insoniga. Rekord darajada ves yig'aman buni. Men bumi? Mendan kamroq bersin. Voy.
Sizlar ko'chaga chiqib o'sha ovqatlanishni boshlashinglarga bemalol iloji bor. Qancha vaqt beriladi? 2 soat vaqt beriladi. 1 soat yetadi. Voy, namuncha bu bolalarning samartsinkasi tepada. Voy. Sizlar kulyapsizlarmi, lekin men mazza qilib kulyapman. Endi seriozlashamiz. Chunki men sizlarga hozir bitta muhim, zo'r narsani aytaman. Yaxshilab eshitinglar. Har doim mana sizlar yaxshi bilasizlar. Biz основной suv ichib ves yig'ardik. Ya'ni ozgina ovqatlanib, keyin faqat suv ichib o'tirardik. Suv ichish mumkin emas. Yo'q, ya'ni ovqat yeyotganda suv bilan zapivayt qilish mumkin. Misol ovqat yedingiz, suv ichasiz-ku ovqat bilan birga. O'sha mumkin. Ha. Tepa suv ichib yurish mumkinmi? Ha, lekin bitta suvni olib, ves yig'aman deb faqatgina suv ichib, vazn yig'ish mumkin emas. Voy, mumkin emas. Mumkin emas, namaste, mumkin emas, mumkin emas. Xo'p, Ha, bolalar, bitta narsani yaxshilab eshitinglar. Mendan xafa bo'lmanglar. Sizlar borini berib, joninglarni berib harakat qilishinglar kerak. Ha, shirinlik yeb. Ha, chunki o'yinning oxirida bitta qiziq narsa bo'ladi. Uni oldindan ayta olmayman. Mabodo qizlar yutib qo'yishi mumkin. O'yinni, Kamol? Kamol shundoq quribdi-da. Chapga burib yubordi. To'xtang. Shirinlik. Yo'q, bizda shirinlik. Shirinlik. o'zinglar tanladinglar, shirinlikni. Siz bilib tanladingmi? Baribirga. U yog'ini mana sizlarga ham qiziq bo'lsin, sizlarga ham qiziq bo'lsin. Bizani ko'rayotgan obunachilarga ham qiziq bo'lsin. Videoni oxiriga o'zinglar bilib olasizlar, qanaqa omad haqida gap ketayotganligini. Unda o'ylaymanki, sizlar tayyorsizlar. Sizlar obunachilar hozir o'zida o'zinglarning favoritinglarni aniqlanglar. Nima deb o'ylaysizlar bugun? Qizlar ko'p vazn yig'adimi yoki mana shu Uski klub jamoasimi? O'zinglar kommentariyga yozib qoldiringlar. Sizlarga bo'lsa omad bo'ldi, ko'cha chiqsanglar bo'ladi. Pulinglarni berdim. Yo, what's up? In the morning, yeah. Sizlarga omad, bizga o'zi yetarli. Sog' bo'lasizlar. O'ylaymanki video qiziq bo'ladi. Hammaga omad. Bolalar rosa ham ko'p karilashyapti, rosa izdivatsiya qilishyapti. Просто jim turibmiz. Oxirida yutganimizdan keyin biz ustidan izdivatsiya qilamiz. Bitti, bir marta. Yo, jinnimisan? Qara, agar qattiq ursang, refleksni reaksiyam bor. Manchi. Tepmadimi, oyog'ini olib qo'ydi-yu. Da, plan yo'q. Women. Yo'q, plan bor. Vashi bor edi. Keyin Kamol o'sha planimizni yo'q qildi. Suv mumkin emas deb, lekin baribir ham u shirinlik yeydi. Hozir 15 minut yedi-da, keyin joniga tegadi. A biz hozir total Bosib yeymiz. Chorsuga boramiz. Jam. Ekobozorga boraylik-ku. Chimkanga. Ey, Yumka. Bo'pti. Voy, bor. Поехали. Let's go. Ekobozorga ham? Ekobozorga biz ketyapmiz. Biz ham ketamiz ekobozorga. Bormaylasizlar o'tga. Nega? Biz boramiz. Biz bilan chop ko'rishaylik. Ulardan so'ramaymiz, qayerga shu. So'ra. Akajon degan. Aka, kim birinchi boradi o'ynaymizmi? Va nihoyat o'rtoqlar, syomkamiz boshlandi. Ishtirokchilar tashqariga, ko'chaga ovqatlanishga chiqib ketishdi. Men juda hayajonlanaman, chunki shaxsan o'zim ham bugun nima bo'ladi, video qanaqa bo'ladi, o'zi kim yutadi, kim hozir qatga borib ovqatlanadi umuman bilmayman. Lekin juda ko'p qiziq o'yinlar tayyorlab qo'yganman. Qanaqa o'yinligini bo'lsa sizlar video davomida videoni ko'rib bilib olsanglar bo'ladi. Xullas, o'rtoqlar, hozir biz birinchi bo'lib Eko bozorga ketamiz. Eko bozorida Samandarli, Shohruzning tanishlari bor. Chiroyli birinchiliklar qilib berishadi. No, lekin realni bolalar shirinlik yeb tez to'yib qolishadi. Tak что biz xuddi xohlasa yutamiz, bosib yeymiz. Nima yeyman deyapman? Menga mumkin emas shirinlik. Nimaga? 4 oy zo'rg'a ozyapman. Zo'rg'a realni qornim yo'qolyapti. Samandar uchun biz yutib beramiz, xudo xolasa. Bitta nimadir shirinlik olamiz-da. Ichlayman, 1 litr suv ichaman. Ichlayman, qo'shib ichaman, to'g'rimi? Men hali o'shani o'yladim. Запивать, это другое. Запивать boshqa narsa. Ovqat olgan paytda ichish mumkin dedi. Запивать dedi. Mana shu gap именно aytdi. O'yinni nomi nima? Vazn yig'ish. Vazn yig'ish. Yengillik qilib. Montajda qo'yib ber mana shuni. Rostdan Qiziqroq bo'lsin debdi. Nimasi qiziq bo'ladi? Nimasi qiziq bo'ladi? Boshidan boshlasang. Sen meni dardim. Seni deb 10 yilga qaradim. Seni deb dunyo tanidim. Asad. Laschi. Nima deysan, Samad? Kamol shunday, Kamol. Ximirsan, tushundingmi?
Мы приехали в Чимган торговый центр. Я глаза не могу открыть. Nima ruscha gapiryapman? Маршрут перестроен. Короче, biz Chimgan торговый центрga keldik. Bu yerdan hozir ovqat yeb olamiz. Если что, bozor ham shu yerda yaqinda. Da. Hamma narsani o'ylab Qilib ko'rdik. yeymiz hozir. Ko'ringlar. Ha, o'rtoqlarimiz ham shu yerda-yu. Azim, sen uchun sovg'a bor. Sizlar o'zingizlar borliginglar menga sovg'a-yu. Voy voy voy. Edit yasanglar do'stlar, yaqinlarimiz. Siz boya meni ustimdan kuldingiz, a? Men sizga sovg'a beraman, shirinlik-ku. Shirinlik yeb semirasizlar. Надо смелее быть. Ага. Ой, бай. Давайте посмотрим, что есть. Mentis beradi hozir. Mentisini ber. Мы вам дарим вот такие блески. Они стоят достаточно денег. Если к девушкам подойдете, они много еще дадут за это. Вот это и вот это. Naqadar olijanob, mehribon inson. Ko'ryapsizmi? Baribir men Hammalaringga olmoqchi edik, просто. Qanaqa olmoqchi deydi, javob olganimizda odam berdi yani, kichkina bola. Shirin qiz bo'lganimiz uchun shirinlik berishdi bizga. Все, ketdi, давайте кушать. Qaramanglar ularga. Qiz boladan podarka olmaganman, bundan keyin olmayman. Kimga berasiz? Bunimi? It-pitlarga beraman. Здравствуйте, а есть что-то веганское? Yaitso ham mumkin emas. Da, kommentariyaga yozib qoldi, tuxum nimaga mumkin emas. Men burger yegim kelyapti. Ko'rasizlar, eng ko'p semiradigan qiz men bo'laman. qarang, aka. Mana ol, men qotamiz. Jinidan oldim. Nimaga pomenять qilib bera olasiz? Hozir mana hozir. Yo'q, aka. Mana mashinaga qilaman. Berlaring. Yo'q, biz hozir ham siznikiga berdilar. Hali bu qizlar boshqadan olib menga podarka beryapti. Shunaqa ham past bo'lasanmi, imki? Ayvachchi beramiz, nima qilamiz bo'lmasam? Yo'q, beraman, конечно. Ochki bor, qimmatbaho. Qimmatbaho ochki. Azimchik Mo'minov, da. Chupa-chup solib MCDniga beribdi, MCDni zamin buni beribdi. Keyin Azimga kelib sizga shirinlik oldik deb berishdi. Azim buni bilasiz, o'zingiz nima qilishdi? Albatta. Suv kabi bo'ling, suv kabi. Suv kabi bo'l, do'stim, suv kabi. Piyolaga qo'ysa piyoladek bo'lib qo'ying. Choynakka qo'ysa choynakdek bo'lib qo'ying. Sassiq ko'rpani tagidan chiqing. Bitta berishga yurib beramiz-da, musiqa o'rada. 133 ming chiqdi, и вот qolgan pullar. 133 ming minusda. Xullas o'rtoqlar, hozir biz bilinch kiymiz. Mashina shunaqa yemga otib mumkin emas deb. Bilin. 455 ming bo'ldi. Voy, pulimiz qolmayapti-ku kerak. 450 mingimiz qoldi. Ya, ikkita emas bo'ldi. Men ham sovg'a olib keldim sizlarga. Sizlar menga chupa-chup Ko'zdan berdilar. yuminglar, ko'zni biringlar, ko'zdan yuminglar. 1 2 qaranglar o'rtaga. Mana shu sizlarga. Rahmat. Qaytarib berdinglar, qaytarib berishdimi? Ha, o'sha bolalardan chupa-chupni olib menga beryapsizlar, to'g'rimi? Ha, ana qaytarib berdi narsalar. Akalar birga ovqatlanamiz. Ya, bizning sharoitimiz boshqa. Adam qizlar bilan ovqatlanmaganda keldi. Ro'zg'oringlar boshqa. Yoki shu men hurmat deb ularni chaqirib olman. Jinroq emasman men. Lekin oddiy suv ham olsak bo'lardi-da. Birinchi qorin ochligida ichib olaylik, Hali maza. bo'lishga bilan tiqamiz. Ha, ko'p bo'lichka olamiz deb, bilasizlar nima qilamiz? Cheaterlik qilamiz, cheaterlik. Suv prosta ichish mumkin emas-ku? Bitta bo'lichka tishlaymiz ozgina, и запивать qilamiz. Bam. To'xtang aka mana. Bitta sheret bersangiz tushasiz, okey? Maktabdami, selxozdami aytgan she'rlaringizni bitta aytib berasiz. Ночью я родился под забором. Черти окрестили меня вором. Матратная назвала. Bizlar hozir sirli pizzani olamiz, потому что это go'sht yo'q, hech narsa yo'q, faqat sir bor. Go'sht yemaydiganlar uchun. Qosamandar, bugungacha biz mehmonga keldik. Bizlar vok yedik, hozir yana pizza yeymiz. Pizza? Pishloqli-da, pishloqli. Sirni. Bez go'sht, bez hech narsa. Bizni pizzamiz keldi. Присоединяться qilishingiz mumkin. Распаковка chek. Isso'mi? Я вообще pishloqli pizzani yemayman, потому что Isso'mi? да. Pizzachi. Bravo, maestro. Maestro. Bu yerda kim meni yoshimni biladi? Kim yoshimni biladi? Ha? Yoshimni Singlim siz kimsiz o'zi?
Jannatlardan ato qilsin. Hammalarimiz niyatimizga erishaylik. Sizlar ham niyatlaringga erishinglar. Amin. Hech o'ylamagandim lekin yumkadan duo olaman. Birinchidan tiqib oldi, lekin biz ozgincha minus ko'rdik, to'g'rimi? Ha, meni so'p qoldik. Operator edi. Biz 6 ta zakaz qildik. 3tasini yedik, 3tasini saboga olib ketmoqchi edik. Akamning tanishlari kelib qoldi. Asad tanishlari keldi. Ha, syomka qilyapmiz. Birinchi kilo olib tursak bo'ladimi? Ha? Bunda qarasa yeyishyapti shu birinchi kimizni. Olib, o'sha bolalar yeyaptimi? 200 ming so'mdan minus bo'ldi, Kamoldan berasan, qarach. Qancha beray? 200 ming? 200 mingmi? Hech problemami? Shunga qo'shib qo'ying. Men hali ham yeyish bilan bandman, chunki ko'proq semirishim kerak. Lekin hozir eng ko'p ovqat yegan odam men bo'ldim. Banan olib beraman, kelinglar. Saboya olyuna. Ha, bo'l, bizlar hozir bozorga kelyapmiz. Bozorda har xil snacklar olamiz. Masalan, frukti, orexi olamiz. Dovcha olaylik. Dovcha olaylik. Dovcha nechi pul? Dovchachi. 20 ming ekan. 45 mingga bering. Qimmat bo'lib ketdi слишком. Pulimizda ko'p emas unaqa. Kelishtirib bering yana. Assalomu alaykum. Nechi pul bo'ladi? Bizlarga podarkaga ozgina solib bering. La ты крыса. Voy rahmat. Men bu pul ishlatmasdan berildi bizga. Podarkaga. Короче, shunaqa qilib lekin, na samom del ovosi bo'ladi. Bitta deymiz, hammasi olib chiqamiz. Da. Assalomu alaykum. Mana donasi nechi pul? 2 dona kerak faqat. Nechi pulga qilib berasiz? Rahmat kattakon. Suvday bo'ling do'stim, suvday. Bildik, endi siz ham ko'tarilibsiz. Biz faqir bo'lib qoldik sizning oldingizda. Sher bilan gapiryapsam, men biz gapiryapsam tushunmayapman hozir. Hozir sizlarga Madinani yana bir talantini aytaman. Madina mashinasi bilan kitayskiy tilda gaplashadi. Ko'ringlar. 你好，小林。在呢，大概所有的账户。搞定了。 Menga sho'rva o'tiring bering. Endi bodringni asmir qilib bering. Madinaga ham beringlar. Спасибо. Ishtirokchilar hozir mazza qilib, qorlarini to'yg'izib, zo'r kayfiyatda kelishyapti bizning lokatsiyamizga. Lekin men ularga ajoyib surpriz tayyorlab qo'yganman. Ichiga zo'r narsa sovaman. Nimaligini o'zini video davomida ko'rib olasizlar. Seni ko'zlaring meni ron qildi. To'ni ko'mbir, menga to'ni ko'mbir. O'sha kundan to'ni ko'mbir. Alam qiynar yuragimni tirnar. Sen meni dardim. Qanday ko'tardim? Va nihoyat bilishim bo'yicha hozir bolalar keldi. Eshikni ochaman. Уже 2 kiloyim bor. Nechta birinchi kelding? Hamma. Ha, 2 yedim. qanaqasiga bitta bilan. Shunaqa kam narsa yedinglarmi shu? Shirliyman o'zi. Voy. Qizni yutib qo'yadi-yu. Sizlar tuxumni ham yutolmaydi. Boya videoni boshida ham aytdim. Что sizlar o'zingizdan kuchliga ishoninglar, maksimalni. Chunki oxirida 2-3 ta surprizlar bor. Va o'sha birinchi surprizni hozir qizlar kelgandan keyin aytaman men sizlarga. Bular bozorlik hikoyat. Bolalar bozorlik qilmadi, qizlar bozorlik hikoyat. Menimcha mana bular haqiqatan tayyorlanishdi. Bizlar bolalarga bitta-bittadan sovg'a olib keldik. Qalay bo'ldi? Qornimiz ish Ko'nglim aynayapti уже. Ko'ngli aynayapti? Da. Banan olib kelishdi bolalarga, banan. Nech pul ishlatdinglar? Nech pul qoldi? 400 ming. 400 ming qoldimi? Нет, 450 ming qoldi. Ha, 250 ming ishlat. Bolalar o'rganish kerak qizlar. 20 minglik dovchani 10 ming so'mga oldik. Bolalarga ham banandan olib keldik. Boyadan beri bizlarning ustimizdan kulyaptilar bular. Yo, shunda hozir o'zingizlar kommentariyga yozib qoldiringlar fikringlarni. Mana shu hodis haqida. Qizlar to'g'rimi, bolalar noto'g'rimi? Hodismi, xodami? Hodisa dedi shekil. Hozir mana bitta paftor ko'ramiz. Hodisa dedim, hodis dedim. Mana shu hodis haqida. Hodis dedingiz. O'zingizlar ko'rdinglar mana. Ishtirokchilar hozirchalik bir 5-10 minut olib kelgan narsalarni yeb dam olib turinglar yunitda. Nafas ham olib turing, faqat ovqat yemasdan. Pizzalar ham yeb oldik, frilar ham yeb oldik. Так что я думаю, что biz yutamiz. Qornim ishib ketdi. So'raman. Vegan ovqatini ish qiyin emas ekanmi? Qiyin ekan. Juda ham xo'rlanib ketdik. Oldimizdagi hamma odamlar go'shtli ovqatlar yeyapti. Biz go'shtsiz ovqat yeyishga majbur. Xo'rlanishmi shu o'rtoqlar? Hayotga taslim bo'lgan inson. O'ylayman, shuncha yugurdim, kardio qildim. Bo'ldi, yo'q-da. Bu inson zalga chiqayotgan inson edi bu. 5 oy, 5 oyda mendan gazli ichaman, shirin. Men o'zi shirinlikni yomon ko'raman-da. Ha.
Achchiq narsa bo'lganda-chi. Voy. Men hali ham ovqat yeyapman. Yunga to'xtamasdan ovqat yeyapti. Junetdan liba ko'zi och, liba bugun maksimal harakat qilyapti shu pulni yutish uchun. Menimcha birinchisi to'g'ri. Lekin yeyotgan narsasi ves bermaydi. Voy, yegan narsamizdan ko'rganinglar-da, shuni. Mayli, dunyodagi narsani yesin. Dunyodagi narsani yesin. Jamiki narsa. Oxirida mana tarozi hal qiladi. Ko'rmaslarmi yana опять biz ularga hurmat bilan keldik. Bular yana ustimizdan kulib. Yo'q, kulmayapmiz, bro. Nega WhatsApp? Sizlarga 700 ming so'm berilgandi. Nech pul qoldi? 450 ming. 451 ming. 451 ming. 650 ming. 650 ming pulinglar qolgan. Ajoyib surpriz degandim. Ajoyib yengillik degandim. O'zim hozir aytishga xijolatman. Yechininglar sizlar. To'g'ri, bo'ldi. Hozir bizada bitta almashinuv bo'ladi. Hozir sizlarda nech pul qolgan bo'lsa, bularga berasiz. Sizlarda nech pul qolgan bo'lsa, bularga berasiz. 100 ming deyish kerak edi. Men roziman o'sha bilinch puliga. 200 ming kerak emas menga. Kerak emas. 200 mingga qarab qo'ygan joyim yo'q. O'sha bloger kontent yaxshi chiqqan bo'lsa, men xursandman. Bolajonlar yegan, bolajonlar tushundingmi? Savob. Men 5 mingni men yerdan topib oldim boya. 650 ming pul bolalarning shoti sizlarga o'tdi. Bularni 451 ming puli sizlarga o'tdi. O'zi 700 ming puli bor edi bularni. Shoshmanglar hali xulosa qilishga shoshmanglar. Chunki o'rtoqlar, almashinuvlar hali tugagani yo'q. Endilikda Shirinlik biz yeymiz. albatta. Endilikda sizlar vegan ovqatini yeysizlar, bular shirinlik yeydi. Sizlar ovqat turini ham almashdinglar, pullarni ham almashdinglar. Lekin esilaringdan chiqmasin. Go'sht, hech qanaqa go'sht, na baliq, na tovuq, na go'sht deyish mumkin emas. Eshak go'shti mumkinmi? Yana bitta surpriz bor. Bu yoqda hozir ovqat tanlanmaydi. Hozir endi sizlar ko'chaga ovqatlanishga chiqib ketasiz. Demak, o'rtoqlar. Nima bo'ldi hozir? Bu yoqda ikkita Hammas qilar endi. Yunetda. Chima? Bitta chuqur nafas ol. Bo'ldi, o'tib ketdimi? Yaxshilab eshitinglar. Bu yoqda hozir ikkita qiyinlashtiruv sharti bor. Har bitta jamoaga bittadan. Hozir mana shu shartni kimdir oladi va butun jamoa o'sha shartni bajarib ovqatlanganligi keyin hisoblanadi. Kim birinchi tanlaydi, o'g'il bola yoki qiz bola? O'g'il bola tanlasin, boya qiz bolalar qilyapti. Samandar Nizomov. Saman tanlab berasa, qani boshlang. Faqat ochmay turasiz. Oling, ochmang faqat. Bo'ldi, buni bering menga. Bering. Chap qo'limda bolalarniki, o'ng qo'limda qizlarniki. Birinchi buni ochamiz. Agar tayyor bo'lsanglar. Voy voy. Bekzod ismli odam topib, u bilan ovqatlanish. Blogerlar san'atkorlar o'tmaydi, randomli odam bo'lish. Yo'q, Lyuboy Bekzod. Lyuboy hozir qayergadir ovqatlanishga borasiz, to'g'rimi? O'zinglar bilan Bekzod ismli odamni qayerdan bo'lsa ham topib, xohlasanglar ko'chadan topinglar, nima qilib topib bo'lsa ham, o'sha odam sizlar bilan bitta joyda birga o'tirib ovqatlanish kerak. Agar ovqatlanmayman, vaqtim yo'q desachi? Farqi yo'q, odam topishinglar kerak. Bitta Bekzod yo'q O'zbekiston. Bekzod ismli odam topishinglar kerak. Kim bu shartni bajarmasa, bo'ldi, o'sha odam o'zi komandasi yutqizdi, bo'ldi. Bolalarning sharti oson. Chunki bu shart aslida qizlarga tushishi kerak edi. Shuning uchun bolalar sizlar xavotir olmanglar, chunki sizlar shartinglar varataga gol urish. Ma'no shundaki, Lyuboy varataga gol urish. Bo'ldi, gol urish bo'ldi. Varataga gol. Telefoningizni oching, futbolda. Mana Jolon telefonda futbol bor, o'shanda shuni. Jolon chiqib ol iltimos. Jolon telefonini berib tur. Shartni bajarishga vaqtinglar ketdi. Ovqatlanib, shartni bajarib, tayyor kelinglar. Chunki kelishinglar bilan vazninglar o'lchanadi. Xo'p, shunda bolalar oddiy prosta telefonda ham gol urib shartni bajarsa bo'ladi, lekin bular haqiqiy qizuv bo'lishga harakat qiladi. 144-maktabga boramiz hozir. O'ta futbol bo'lmayotgan bo'lsa. Bo'ladi. Baribir bilasizlar, ustki kuruman men ham, tak что men sizlar bilanman. Gazini bosinglar, yutish kerak bolalar. Pullarim qizlarga ketib qolmasin. Mana shu videomizda qilingan yengilliklarga fikringlar qanaqa? Fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar, chunki biz har safar hamma videolarimizda yengillik qilishga harakat qilamiz. Tak что fikrlarni kommentariyga yozib qoldiringlar. Hozir biz mana yetdim-ku. 144-maktabga boramiz. O'tda kaksigda har kuni futbol bor kechpit. Bekzod akani olib ketgani ketamiz. Bekzod aka! Men kelishib beraman, sizlarga sizlar tepasiga kirib bo'ldi. Bo'ldi. Katta varti tepinglar-da. Aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Birdan kaptan vartiga gol urib bersak bo'ldi bizda. Bo'ladimi? U yoqda.
Qanaqasiga yana o't qildi? Bu bo'lish mumkin emas-ku, unaqa urish. Och mana. Hala Madrid. Mana buni menimcha hammalaring taniysizlar. Maktab serialidagi aktyorlardan biri. Assalomu alaykum. Ismlari Bekzod, hech kimni aldamadik. Bekzod Yangiboyev Karimovich. Nima shunday yeymiz? Qizlar tezroq. O'zimiz shirimiz-ku. Вот, shartimizni bajarib, ya'ni Bekzod akalarning shartini bajarib, Jo'taga keldik ovqatlanishga, shirinlik yeyishga. Nima deysiz? Sizni впечатлениyangiz bizlarning поездкamiz haqida? Yo'q, men shirinlik tanlamoqchi edim. Eshikni tegdi urush berdi unga. Uni olib bering, buni olib bering demagin qilib. O'shanga hozir bemalol tanlamayapman. Nima deyman endi? Sizni bolajoy xotiningiz necha pul topish kerak? Yo'q, pul topmasa ham mayli. Mahrga nima olib berasiz? Ko'zing rosa chiroyli. Yo, siz. Assalomu alaykum. Заказ можно сделать? Nima ichasiz? Раф. И еще одну вафлю клубника с бананом с нутеллой. Ikkita bo'lsin. Да. Nega qiyshayapsan sen? Qiyshayotganim-ku. Nima bo'pti? Soatganim yoqmayaptimi? Turib o'qiz o'raman shu bir uraman shu urgandachi, to'mpar o'ramiz shom. Yuzingni bu yoq tarafi bu yoqqa o'tib qoladi. Общий olgan narsalarimiz 215 ming so'm bo'pti. Zarq hisobimizda yana 170 mingcha bor. 310 ming bor. O'rtoqlar, men chidab tura olmayman uyda. O'shaning uchun hozir birinchi biz bolalarning oldiga boramiz, ko'ramiz ular hammasini qonun doirasida amalga oshiryaptimi. Shaxsan o'zim borib tekshiraman. Undan keyin qizlarning oldiga o'tamiz. Bolalar shartini bajarishi oson, mayli. Lekin qizlar Bekzod ismli bolani qayerdan topgan ekan bunaqa payt? O'rtoqlar, biz lokatsiyaga keldik. Shu joyga bitta ketdi mana. Bolalar, shuncha narsa o'zingizlarmi hozir? Nima, kelib adam yeyversin, nima qiladi? Guruchli narsa yesanglar vazn yig'maysizlarmi bolalar? Guruch vazn beradi-ku? Yo'q, hozir shuni o'zini eslab bo'ldimi? Biz sizga hamma narsa aytaylikmi? Bo'pti, mayli. Sizni qiling, boring bo'ldi. Ol guruch, ol. Ketinglar bo'ldi, ketinglar. Voy, Azim xizmatdami, Azim? Azimjon, rahmat. Kimsan, Azimchik, Vaynis? Qizlarga yutqizadimi? Никогда никогда. Запомните одно слово. Если у тебя есть мечта, оберегай его. Ishni beraymi? Qalay bot, faqat deyapsizlarmi, shohruh sizlar? Faqat deyapmiz, faqat. Mayli bolalar, men vaqtinglarni olmayman. Bolalar chalg'itmang. Men qizlarning oldiga o'taman unda. Qizlar qayerda ekan? Tekshirib kelaman. Seulmini Jiyotda ekan ular. Ayo, voy, o'lsin, nozinglar. Men o'ylayapman, bolalarning orqasidan gapirgan, bolalarning yonida gapiraman, bolalar yutqizadi menimcha. Bu yeyishida bolalar yutqizadi deb o'ylayman. Voy, kuldirishga kelibman bola. Yoqimli ishtaha. Bolalarning ko'zida motivatsiya yo'q. Bolalar ruhan sindi. Kimsan, Shohruz Sivi, Nizamoyes, Azimchik, meni uyaltirib qo'yishyapti. No, qizlar to'xtamasdan yeyapti-da. Yunatda umuman to'xtamasdan yeyapti. Bu yerda bolalar bemalol o'tirib, shoshmasdan ketdi qizlarning oldiga. Bu ajoyib manzarani qaranglar, chiroyiga qaranglar. Mana shunaqa lokatsiyada hozir qizlarimiz shirinlik yeyishyapti. Eslatib o'taman, ularning budjeti bolalarnikidan ko'proq 650 ming so'm edi. Menimcha ortib ham qolsa kerak. Xullas, eslatib o'taman, bu yoqda kameraga, professional kameraga syomka qilish mumkin emas ekan. Hop, bizanikilar qani? Tak. Hop, eng muhimi ovqat zakaz qildinglar. Да. Pulingiz yetdimi? Ну, где-то 300 ming или 300. Hali demak qishda yemadinglar. Beksigani qorni ochdir. Bilamiz, xoh kutamiz. Yutish kerak 10 million so'm. Bilmadim, balki siz uchun kishi kerak. O yo'q, nima deyapsiz? 10 million so'm bilasizmi nimaga yetadi? 10 million so'm uchun biz 3 million 333 mingdan tushadi. Men tashqariga chiqdim, ular hozir shot to'lashyapti. Zakazlar tayyor bo'ldi. 521 mingcha bo'ldi. Ularni 100 mingga yaqin puli qoldi qizlarni. Tezroq sizlarni ovqatlanishlarini ko'rmoqchiman. Qizlar hozir mashinada ovqatlanadi kapotida. Qanaqasiga bilmadim. Qornimiz to'yib ketgan, voshi. To'g'risini aytaman, realno yo'q, qornimiz to'yib ketgan deydi. Oralarida eng ko'p ovqat yegan odam men. Realno yunka umuman to'xtamasdan, og'zi to'xtamasdan faqat ovqat yedi. Hop, shu yerda ovqatlanasizlar endi. Da. Я так хочу в туалет, ё-моё! Sizlarning ovqatinglar bor, lekin yeyishga vilkalar yo'q. Olmadik. Qanaqa qo'lda yemoqchimisizlar buni? Hozir Rayhon ketdi, u berinni olib keladi. Bu qo'ldami primoy, yunka? Yaxshi. Salfetka ham yo'qmi?
Qalay Beksit aka, zo'r ketadimi qo'lda? Qachon oxirgi marta qizlar ovqat olib bergandi Beksit aka? Shunaqasi qilib bo'lganmi? Bo'lmagan, a? Уже tiqolmayapman og'zimga. Уже вообще. Yo, menga smelo kirarkan mana shu. Yo'qsan Madina? Yo'qlik. Davay, qo'lingda hop. Voy, mazzami. Mana shunaqa ko'rasizlarmi? Qizlar bir-birini ko'ra olmaydi. Voy, xvatida. Nima bo'ldi? Ashta qo'y. Kim kelyapti? Ishonarman, bitta ovqat turibdi. Nima, sen oson bo'ladi deb o'ylamiding? 10 million yutish. Odam nimadir yemoqchi bo'lsa, обязательно suv bilan zapivat qiladi. Обязательно. 1,5 litrdan oshuv biza bugun suv ichmadik. Mana bor gap. Общийga bu. Qizda ish yuribdi. Voy, qizda ish yuribdi o'tganchi? Chetga yuribdilar, nima qilsa. Oxirida kim tala? Bolla yetadi. Просто biza kam ovqat yeganimiz bilan ichimizda ishirib yuborishi, vaznni oshirishi bilamiz. Qizlar, sizlarga omad. Men sizlarni lokatsiyada kutaman. Men unda lokatsiyaga ketdim. Hali vaqt bor-ku. Ha, vaqtinglar bor. Pulinglar bor. Puli bor sizlarda eng muhim. 100 ming qoldimi? Bosib o'shanga bulочка olishga maslahat beraman suv bilan. Нет, Voy. Voy, burunduq. Nima bo'ldi? Elvin burunduki bu? Voy. Rayhon, ешь. Не выплевывай. Rayhon, kul bitta kul ber. Rayhon, yedingmi, bo'ldimi? Choy issiqqina. Qizlarga omad tilaymiz. Bolalarni ham, qizlarni ham ko'rdik. Hammaligi vaziyati yaxshi. Unda biza ketdik, ofisga qaytamiz va qizlarni kutamiz. Oka, banan. Necha pul kilosi? 30 ming. Oka, menga 35 minglik qilib bering. Olmoqchi bitta banan? Da, bitta banan. Magazinda to'xtab, yana nimadir olamiz. Bulочкami. Ko'ring, aynayapti. Kulganimdan ko'nglim aynayapti. 3 ta kruassan. Bizlar 3 ta kruassan, 3 ta pankek, bitta suv, bitta fyusi, bitta kola oldik. Hammada yonyapti, hammani tualetga kirgisi kelyapti, hamma charchagan. Manda zo'r. Bemalol. Aniq, a? Glotay, Rayhona, glotay. Yo'q, uni xalaqit bermaylar, mayli. Qaramanglar, iltimos. Xo'p, Azim, sizda vaziyat qanaqa, Azim? Men vaziyat og'ir. Ha, O'rnimdan tura olmayman hozir. Shunchalik ko'p narsa yedim, bular qiynalib qoldik. Man cho'tkiyman. Saman qani? O'rtoqlar, bizda hozir live formatda syomka bo'lyapti. Hammasi jonli. Mana bu yoqda bardak, polностью bular talashyapti. Saman qalay ahvolda? Qiyinmi? Xo'p, men Azim Chikvanisi vesini o'lchaymiz. Qani Azim, oyoq kiyimlarga ham ahmiyat bermanglar. Taroziga chiqing jigarim. Azim Chikvanisi ko'ramiz, necha kilo bo'lganlar. Нет, ты выпрямись так, olmaydi. To'g'ri turar ekansiz. Qani bitta. 60 kilo, rovna. Azim 60 kilo. Emas, Azim. Azim srazu yugurdi, srazu. Hop, ikkinchisi kim? Sama? Ana, Sama oxirgi glotok, oxirgi bananni Azim yedi. necha kilo yig'ibdi? Aytolmayman unisini, o'zingiz videoda ko'ra olasizlar. Hop, Samandar, qani? Nizamo. O'zi vaziyat qalay? Og'irmi? Har zaman og'ir bo'lgan, biz og'irlik bildirmayapmiz. Yo'q-e? Qani? Taroziga chiqamiz. Kunni oxiri, uzoq kutilgan kunlar. 75-7. Yo'q, 8 chiqishga dodiraman. 8 qilganman hozir. Qanaqa qilib kelmay qolsa bunga o'xshaydi, xabarmi? Qani chiqing? Sama, uyaltirma. Qani Sama? 75-7 Saman. Necha yedi? Keyin bilasiz. Shohruzsiz. Shohruz, быстрее по-братски. Shoshmay, qaqqa shoshyapsizlar? Shosh. Jigarim, men tayinlanib olay chiqish uchun. Cho'zamiz, vaqt yo'qda. Qizlardan Ye. Ne, birinchi bolalar? Yunka necha? Hozir yunka 61 yarim. 61,5 yunka. Ты полтора набрала? Да. Qoch. Хорошо. Shohruz 60-55. Bolalar ketma-ket 51-6. Voy, nimaga qursan, buni yutdi deb o'ylayaptimi? Давайте. Rayhon qani? Rayhon 49,5. 49,5. Hop, bemalol
Bemalol endi o'rtoqlar. Azim, bыстрее. Xursandligini qaranglar. Qizlarning xursandligini qaranglar. Telefonlari bor ekan. Нет, man. Qo'lda telefon. Men qo'yib qildi. Telefonsiz. Yo'q, men nega gapirdingiz? 49. Все равно. Xo'p, 24 soat hammanglar qiynaldinglar. Avvalambor kelberganinglarga juda katta rahmat. Oldindan intriga qilish niyatim yo'q. Sizlarni ham ko'rdim qancha edinglar, bularni ham ko'rdim qancha yeyishganini, lekin umuman men kutmagan natija bo'ldi. Realni. Men har xil variant o'yladim, lekin men kutgan natija bo'lgani yo'q. Va sizlar 24 soat davomida ovqatlanganinglardan keyin vazninglar shunaqa o'zgargan. Bolalarniki 196.2, qizlarniki 162.3 va matematik hisoblar orqali aniqlanadiki, qizlar jamoasi kun davomida bugun 24 soat vazn yig'ishdi. Rayhonmi, MCDni va Yunetda общий 604 kilogramm vazn yig'ishgan. Yutqizdi. Hammanglar 604 kilo 3 kishi. 100%. Nima qiladi hozir? Nimadir qiladi hozir. Bolalar jamoasi bo'lsa. Shohruz, nima deb o'ylaysizlar? Общий kun davomida uchalanglar 802 kilogramm yig'gansizlar. Yutqizdi, Azim yutqizdi. Qani bor. Hali nimadir bor buni. 802 kilogramm yutgansizlar. Sizlarni tabriklayman. Yutdinglar. Reallar, hozir yutdinglar, bo'ldi. Men pul deganman. Sizlarda yutuq bor, pul sizlarniki. No. Pul sizlarniki. Lekin lekin o'yini boshida men aytib o'tgandim. Qizlarda imkoniyat bo'ladi yutib ketish uchun. Hozir kelaman. Biz pulni olib turamiz. Chunki pulni hozirchalik g'olibi sizlar. Voy. Men ketdim, onasini yemsin. Lekin qizlar o'yinning oxirida g'alabani olib ketishlari mumkin. Qanaqa? Qo'limda Voy. 3 ta konvert bor. Xo'p. Sizlarning oldinglarga mana 3 ta konvert qo'yaman. Hozir omadinglar 3 ga 1. 3 ga 1. Ya'ni 3 ta konvertni orasida uchalasidan bittasida 2x bor. Misol uchun bu konvert pustoy, bunisi pustoy, bunisida 2x yozuvi bor. Va agar to'g'ri konvert tanlasanglar, sizlar g'olib bo'lasizlar. Va sizlarning 6 kiloinglar sama saboy 12 kilogramm bo'ladi. Tanlaymizmi? Da, kim tanlaydi? Bizga o'ynamayapti deb ko'rsatasiz. Yo'q, hammasi haqqoniy bolalar. Sizlar ko'p narsa yeyishinglar aniq o'tgan gal 2x olib tashlaydi deyishdi, olib tashladim. Mana endi imkoniyat berdim tanlashga. Hop, qanaqasiga? Biz bularni ham og'zi bor, bizning ham og'zimiz bor. Mayli, men roziman. Olinglar. Agar omadi kelsa yutadi. Men qizlar tarafdoriman. Agar yutsa men xursandman. Yaxshilab o'ylanglar. 10 millionni bering, Joski, maktabga qo'yaylik. Mana shu 3 ta konvertdan qaysinisida 2x yozilgan deb o'ylaysan? Я вообще за вот это думаю. Да, но qizlar bunu xohlayapti, Нет, поэтому я выбирайте сами. jim Вообще не хочу эту ответственность. Madina qaysinisida deb o'ylaysan? Fikring. Qaysisiga yuraging davay deyapti? Shunisi, uchinchisi. Hop, Rayhon. Shunisi deb o'ylayapsan. Yunetda bunisida qol. Mana bo'lsa ham hozir. Hop. Demak, oxirgi fikringlar. Kelishib olib bittasini tanlaylar. Bitta konvert sizlar yoki yutasizlar yoki 10 million so'm pul bolalarda qoladi. Просто olamiz. Oxirgi tanlovinglar shu konvert. Hop. Hop, shu konvertda Iflos mashitda. qaramanglar. Azim ham qaramang, jigarim. Agar o'yinni javobini bilmoqchi bo'lsanglar, 24 soat vazn yig'ish, qizlarga qarshi bolalar, o'yin haqqoniy bo'ldi va pul bolalarda qoldi. Bolalar yutdi. Bitta qaror. Mana haqqoniy. Men o'ylaganim bo'yicha bo'ldi. Biz kelishgan holda, jamoa bilan kelishgan holda Ol. Endi hali ovqat yo'li kira, kam bo'lsa ham xabar bo'lmaydi. 500 ming ham kichkina pul emas. Ya, buncha ko'p bera olmaymiz hozir. Boramiz o'zimizga. Mana bu pul 10 million so'mni to'g'ri 1,5 million kam bo'lib qoldi. No, tegi 10 million so'mni sizlarga topshiraman. Salom muborak. Muhimi, bu men demanga, masalan menga beringlar. Muhimi, qiziq o'yin bo'ldi. Hazil huzurlarga rozi bo'lasizlar. Xafa emasmisizlar? Пока что yo'q, hali video ko'rmadik.
Oddiylarda qildim hamma hazilni. A yo'da qilmadinglar mashinada? Mashinada qilmaymiz biz. Hammaga rahmat, charchamanglar, like va podpiska bosinglar. O'rtoqlar, tez kunda keyingi videoda ko'rishguncha sizlarga ham обязательно hammaga rahmat. Shunchalik vaqtinglarni ayirmagan. Akuna Matara. Пока. Charchamanglar. Yorim bo'l, tanimda jonim bo'l. Hava Madrid.